Nonushta yoki tushlik uchun bolajonlaringizga tayyorlab bersangiz, yeyishdan o'zini to'xtatolmay qoladigan yegulik tayyorlaymiz. Videoga diqqat bilan e'tibor bering, tayyorlanish juda ham oson. Ikkita tuxumni chaqib, ketidan iliq sut va suv, 1 choy qoshiqdan tuz, shakar, dro'ji solib aralashtiramiz. Elangan un solib, yana bir rov aralashtirib, ustini yopib 20 daqiqaga tindirish uchun olib qo'yamiz. Shu vaqtdan unumli foydalanib, chirk bosgan, tashavorsammikin deb o'ylab yurgan idishchamni baviga ivitib qo'ydim. Chirk bosgan idishingiz bormi, dog' bo'lgan kiyimingiz barchasini birdek tozalab beradi. 3 daqiqaga qolmasdan hech qanday kuchlarsiz yarqiratib yangidek qilib qo'ydi. Endi nachinkasi uchun qizil, yashil bolgarskiylarni mayda qilib to'g'rab olamiz. Ko'katlar, eriydigan sir kolbasani ham to'g'rab, suyuq xamirimizga solib aralashtiramiz. Qizigan tovamizga ko'proq yog' solib, suyuq xamirimizdan 2 cho'michdan va o'rta olovda qopqog'ini yopib, 200 ni qizartirib pishirib olamiz. Ushbu mahsulotlardan menda 8 dona. Video retsept sizga yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, bundanda oson retseptlar uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Videoni farzandlari ko'p tanish bilishlaringizga yuborib qo'ying.